Prokuror bo'lolmagan 10 yoshida otadan yetim qolgan va dadasining dushmanlari haqida gapirishni istamaydigan Qilichbek Madaliyev 35 yoshda. Marhum ijodkor Oxunjon Madaliyevning o'g'li Qilichbek otasining izidan borib san'at yo'lini tanladi. Ozmi ko'pmi mashhurlikka erishib o'z muxlislarini topdi. Qilichbek Madaliyev 1990-yilning 17-yanvar kuni Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida dunyoga kelgan. U oilada 2 qizdan keyin dunyoga kelgan o'g'il farzand bo'lgan. Onamning aytishicha, dadam rahmatli tezroq o'g'lim ulg'aysa uni to'ylarga olib borsam deb ko'p gapirgan ekan. Men ham 3-4 marta o'zi bilan to'yga olib borganini eslayman, ammo bolalikdan nihoyatda tortinchoq yigit bo'lganim uchun odamlar bilan til topishib keta olmasdim. To'ylarda zerikib bir burchakda o'tiraverardim. Shu bois yo'q, men to'yga bormayman deganman. Bolaligim juda oddiy o'tgan. Ko'pchilik san'atkorlar maktab tadbirlarida faol bo'lgani, qo'shiqlar aytib, tanlovlarda ishtirok etganini so'zlab beradi. Men umuman boshqacha bola edim. 7-sinfga qadar birorta maktab tadbirida ishtirok etmaganman. Hatto she'r yodlashni ham istamasdim. Darslarda ustozlar majburan old qatorga o'tkazmasa, orqa qatorda o'tirib faqat darsni tinglardim. Xolos. Sho'xliklar, bolalarcha o'yin-qaroqliklar umuman bo'lmagan, deydi Qilichbek Madaliyev. Xonanda san'atkor emas, prokuror bo'lishni istagani haqida gapirdi. Tortinchoq yigit bo'lsam ham maktabda juda mashhur edim. Odamlar qo'li bilan ko'rsatib, ana Oxunjon Madaliyevning o'g'li dadasiga rosa o'xsharkan deb pichirlab gapirganini eshitib qolardim. Ammo o'sha paytda biror insonda dadamning nomini aytib maqtanganimni eslolmayman. Ustozlar qaysi kasbni tanlash haqida so'rasa, prokuror bo'laman derdim, ammo bu kasbning nima ish bilan shug'ullanishini bilmasdim. Dadam rahmatli san'atkor bo'lishimni orzu qilardi. Dadam olamdan o'tgan payt bor yo'g'i 10 yoshda edim. 13-14 yoshlarga borib ichimda qandaydir olov lovullagandek bo'ldi va o'z-o'zidan san'atga qiziqib qoldim, deydi xonanda. Qilichbek Madaliyev Oxunjon Madaliyevning sirli o'limi va unga zahar berishgani haqida mish-mishlarga o'z munosabatini bildirdi. Bu gaplar mutlaqo asossiz. Dadamning do'stlari juda ko'p bo'lgan. Dushmanlari haqida gapirib o'tirishni istamayman. To'g'ri, u paytda juda yosh bo'lganman, ammo bilganim dadamning yuragi xuruj qilgan. O'limiga suiqasd va zaharlash aloqador emas. Yaratganning belgilab bergan umri bor. Agar shunday bo'lgan taqdirda ham peshonada o'lim bo'lmasa, odam tirik qoladi, deydi Qilichbek Madaliyev. Qilichbek otasining qo'shiqlarini ijro etgani uchun xonanda Sardor Mamadaliyevdan ranjigani va u bilan jiddiy nizoga ham borgani haqida so'zlab bergan. Albatta ranjiganman. Sababi u qo'shiqni buzib ijro etgan. Muxlislarning ham dili og'rigan. Shu bois Sardor Mamadaliyev bilan bu tarzda qo'shiqni buzib aytmaslik bo'yicha kelishib olganmiz. Hatto ustozlar qo'shiqlarini buzib aytadigan xonandalarga bag'ishlab Mirzo Karim so'zi asosida qo'shiq ham yaratgandim, deydi xonanda Qilichbek Madaliyev. Oxunjon Madaliyevning 2 qizi va 2 o'g'il farzandlari bor. Ayni kunda ularning barchasi oilali. Bu yil kenja o'g'li ham uylandi. Qilichbek Madaliyev oilasi va shaxsiy hayoti haqida gapirishni unchalik istamaydi. Faqatgina 2015-yil oila qurgani va 2 farzandning otasi ekanligini ommaga oshkor qilgan, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.